Respublika ixtisoslashtirilgan ona va bola salomatligi ilmiy-amaliy tibbiyot markazi Xorazm viloyati filialida joriy yilning shu kuniga qadar statsionar sharoitda 8575 nafar bemor davolangan bo'lsa, umumiy tug'ruqlar soni 4081 tani tashkil etadi. Filial poliklinikasida esa bemorlar ambulator ko'rikni tez va qulay olish uchun elektron poliklinika tizimi joriy etilgan bo'lib, o'z navbatida ushbu tizim korrupsion holatlarni oldini olishga xizmat qiladi. O'zgarishlar, sharoitlar hammasi yaxshi, tozaliklar ham, muomalalari hammasi ko'ngildagidek, korrupsion holatlar yo'q. Kelamiz, shu doktorlarimizga rahmat, shu qarab, tekshirib, hech qanaqa nima tamagirchiliklar yo'q. Shularni galinimizdan ko'rinib ketamiz. Juda ham yaxshi sharoitlari. Bugungi kunda zamonaviy uskunalar bilan to'liq ta'minlangan poliklinikada har bir bemor uchun barcha shart-sharoitlar yaratilgan. Malakali shifokorlar va mehribon hamshiralar har bir onaning sog'lig'i va farzandining hayoti uchun xizmat qiladilar. Men Qoraqalpog'istondan keldim. Xorazmga hozir bu yerda pullik ginekologiyada davolanyapman. Kelganimda ahvolim yaxshimas edi. Dushlanimiya bilan keldim. Bu yerda qon quydilar. Jabborova Muhabbat doktor, Shahnoz akamizlar yaxshi qaradilar, sharoitlari yaxshi. Men bu 4-homiladorligim, shu avvalgi bolalarim ham kesarva yo'li bilan tug'ganman. Xudo xolasa bu homiladorligim ham shu yerda tug'ishni rejalashtirib turibman. Men Hamrayeva Rayhon, ginekologiyani pulli bo'limida yotibman. Bu yerning sharoiti yaxshi, 3 mahal ovqat beriladi. Chiqishda bo'lgani kassaga to'lanadi, boshqa to'lovi yo'q. Doktorimizning xushmuomalali, vaqtida ukoldan uradi. Azonki ovqatini ham mazali, obedkisi ham ovqati yaxshi. Vaqtida qarashiga aytadilar. Keyin doktorimizning eng yaqin tarafi bemor kasal degan narsa aytmaydi. Qizimni, meni o'z qizimni o'ziga tushirganglar, meni qizimga dorini vaqtida beringlar. Hamma sharoiti yaxshi. Shuni ham ta'kidlash lozimki, tug'ruqxonada malakali shifokorlar tomonidan xalqaro tajribalar amaliyotda qo'llanilib, har bir ona va bolaning hayoti alohida nazoratga olinadi. Xorazm viloyatimizda ona va bola markazimizda viloyat miqyosidagi barcha og'ir tug'uvchi ayollar, og'ir holdagi tug'ilgan chaqaloqlar uchun bugungi kunda barcha shart-sharoitlar yaratilib kelmoqda. Vaholanki bilamizki, birinchi qadamda bu albatta har bir keladigan homilador va tug'uvchi ayolga shirin so'z darkordir. Hozirgi kunda shifokorlar tomonidan, qolaversa o'rta tibbiy va kichik tibbiy xodimlar tomonidan o'sha so'zli modulga juda ham qattiq e'tibor qaratganmiz. Shu bilan birgalikda bilamizki, nish yillar davomida, qolaversa yilning boshida hurmatli prezidentimiz tomonidan korrupsiyaga qarshi kurash qanchadir yo'nalishlar qaratib kelinmoqda va bugungi kunda bizning markazimizda ham ancha ishlar qilinib kelinmoqda. Markazimizda albatta ustozlar kengashi yo'lga qo'yilgan va ustozlar kengashi tomonidan ba'zi holatlarda kelayotgan o'sha bemorlardan anketa tufayli ulardagi bizga bo'lgan takliflari, bizga bo'lgan e'tirozlari va barcha ular tomonidan o'sha kim tomonga yetkazish bo'ladigan barcha aytiladigan so'zlari eshitilib qolmoqda va albatta bu e'tiborsiz qolmasdan o'z ijobini topib kelmoqda. Asosiy maqsadimiz hozirgi kunda har bir kelayotgan ona sog'lom bo'lib, sog'lom bolasini uyga borib baxtli hayot kechirishidir. Tizimda amalga oshirilayotgan ishlarning barchasi bir maqsad yo'lida. Bu ham bo'lsa ona va bola salomatligini muhofaza qilishdir.